Hurmatli tomoshabinlar, bugun men sizlarga shunday bir ma'lumotni yetkazmoqchimanki, bu har biringiz uchun, ayniqsa aziz pensionerlarimiz uchun juda ham muhimdir. Ushbu ogohlantirishni jiddiy qabul qilishingizni so'rayman. Chunki bu sizning har oylik nafaqangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan jiddiy masala. Shoshilinch xabar shundan iboratki, 20 oydan boshlab agar sizda yangi maxsus tasdiqlovchi ma'lumotnoma bo'lmasa, pensiyangizni olishda jiddiy muammolarga duch kelishingiz, hattoki nafaqangiz bloklanib qolishi mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki shoshilinch choralar ko'rishni talab qiladigan jiddiy holat. Shu sababli iltimos, diqqat bilan tinglang. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi va kimningdir og'ir ahvoldan chiqishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar avval qanday edi? Ko'p yillar davomida nafaqa olish jarayoni ancha sodda va tushunarli edi. Siz pensiya yoshiga yetganingizda tegishli hujjatlarni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga taqdim etardingiz. Sizga pensiya tayinlanardi va har oy belgilangan sanada nafaqangiz bank kartangizga tushar yoki pochta orqali yetkazib berilardi. Ba'zi hollarda pensionerlarning yashash joyi tasdiqlanishi talab etilardi. Lekin bu odatda muntazam ravishda amalga oshirilmasdi yoki faqatgina biron bir shubha tug'ilgan vaziyatlarda o'tkazilardi. Asosan bir marta pensiya tayinlangandan so'ng, agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda yoki yashash joyingizda jiddiy o'zgarish bo'lmasa, nafaqa to'lash jarayoni barqaror davom etardi. Bu tizim ko'pchilik uchun qulay edi. Chunki u minimal darajada byurokratik to'siqlarni talab qilardi. Endi nima o'zgardi? Hukumatning so'nggi qarorlari va pensiya tizimini raqamlashtirish, shuningdek, shaffoflikni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar doirasida pensiya olish tartiblariga sezilarli o'zgartirishlar kiritildi. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, 20 oydan boshlab barcha pensionerlardan yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga yangidan taqdim etish talab qilinadi. Bu nafaqat yangi pensionerlarga, balki allaqachon pensiya olib kelayotgan barcha fuqarolarga ham tegishlidir. Bu choraning asosiy maqsadi pensiya to'lovlarining aniqligini ta'minlash, ya'ni pensiya oluvchi shaxsning haqiqatan ham tirik ekanligi, mamlakat hududida yashayotganligi va uning pensiyaga bo'lgan huquqi davom etayotganligini tasdiqlash. Afsuski, amaliyotda ba'zan vafot etgan shaxslarning nomiga pensiya olinishi yoki mamlakatni tark etgan shaxslarning pensiya olishda davom etishi kabi holatlar uchrab turadi. Yangi ma'lumotnoma bunday holatlarning oldini olishga va mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan. Bu tizimni yanada tartibga solish va resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar siz belgilangan muddatgacha ushbu yangi ma'lumotnomani taqdim etmasangiz, pensiya to'lovlari vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu albatta ko'pchilik uchun jiddiy noqulayliklar tug'dirishi aniq. Batafsil tushuntirish. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Bu yerda siz nimalarni bilishingiz kerakligini va kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi lozimligini batafsil tushuntirib beraman. Qaysi ma'lumotnoma kerak? Bu yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma bo'lib, uni davlat xizmatlari markazlaridan DXM yoki elektron tarzda mybank.uz portali orqali olish mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inlari ham ushbu turdagi ma'lumotnomalarni berishi mumkin. Ammo zamonaviy tizimda DXM eng qulay va ishonchli manba hisoblanadi. Bu ma'lumotnoma sizning joriy yashash manzilingizni va ro'yxatdan o'tganligingizni tasdiqlaydi. Kim xavotirlanishi kerak? Bank kartasiga nafaqa oladigan va pensiya jamg'armasi bo'limlariga kamdan-kam boradigan pensionerlar. Misol uchun 78 yoshli Fotima buvi. U nafaqasini har oy bank kartasiga oladi. O'g'li chet elda ishlaydi, kelini uy ishlari bilan band. Fotima buvi sog'ligi sababli uydan kam chiqadi. Davlat idoralariga esa umuman bormaydi. Uning holatida yangi talab haqida xabardor bo'lmasligi va belgilangan muddatda ma'lumotnomani taqdim eta olmasligi katta ehtimol. Natijada Fotima buvining nafaqasi bloklanib qolishi mumkin. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bunday holatda uning yaqinlari, farzandlari yoki nevaralari harakatga kirishishlari shart. Ular Fotima buvining nomidan kerakli ishonch qog'ozi bilan ma'lumotnomani olib, pensiya jamg'armasiga topshirishlari lozim. Aks holda Fotima buvi mablag'siz qolishi mumkin. 2. Yaqinda yashash joyini o'zgartirgan fuqarolar. Aytaylik, 35 yoshli Mirzayev aka yaqinda Toshkent shahridan Qarshi viloyatiga ko'chib o'tgan.
u nafaqasini hali ham Toshkentdagi pensiya jamg'armasi orqali oladi. Endi u Qarshida yashash joyini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa-da, pensiya jamg'armasi tizimida bu ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Uning Toshkentdagi eski yashash joyi bo'yicha ma'lumotlari pensiya jamg'armasi tomonidan yangilanmagan bo'lishi mumkin. Ushbu yangi talabga ko'ra Mirzayev aka Qarshidagi DXMdan yangi yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani olib, Qarshi shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga taqdim etish shart. Aks holda uning nafasi bloklanadi va u Toshkentga qaytib borib, eski joydan qandaydir ma'lumotnomalar olib kelish kerak bo'ladi. Bu esa juda ko'p vaqt va mablag' talab qiladi. Uchun uzoq vaqtdan beri shaxsiy ma'lumotlarini pasport, ID karta yangilamagan fuqarolar. Ba'zi pensionerlar pasportini o'z vaqtida yangilamasligi yoki ID kartaga o'tishni kechiktirishi mumkin. Agarda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz davlat bazalarida yangilanmagan bo'lsa, siz olgan yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bilan mos kelmasligi ehtimoli bor. Masalan, 7 yoshli Gulnora aya pasportini 10 yil oldin almashtirgan. Ammo pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar eski pasport seriyasi bilan qolib ketgan. Uning DXMdan olgan yangi yashash joyi haqidagi ma'lumotnomasida yangi pasport seriyasi ko'rsatiladi. Bu holatda pensiya jamg'armasi tizimida nomuvofiqlik yuzaga keladi va ma'lumotnomani qabul qilishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pasport ma'lumotlarini yangilab, keyin ma'lumotnomani taqdim etish kerak. 4. Vaqtincha chet elda bo'lib turgan, ammo pensiya oladigan shaxslar. Bu juda murakkab holat. Tasavvur qiling, 6 yoshli Ibrohim aka farzandlarini ziyorat qilish maqsadida bir necha oyga Turkiyaga ketgan. Uning pensiyasi bank kartasiga keladi va u chet eldan bemalol pul yechib oladi. Endi esa yangi talabga binoan u yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani shaxsan taqdim etish kerak. Uning chet elda ekanligi sababli. Bu jarayonni o'z amalga oshira olmaydi bunday holatda. Ibrohim aka O'zbekistonning Turkiyada konsullik idorasiga murojaat qilishi va konsullik ro'yxatidan o'tganligini tasdiqlovchi yoki yashash joyini tasdiqlovchi boshqa bir hujjatni olishi mumkin. Keyin bu hujjatni ishonchli shaxs orqali O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga yuborishi lozim. Bu jarayon ancha vaqt va xarajat talab qiladi. 5. Nogironligi bo'yicha pensiya oluvchilar. 5 yoshli Nodira opa uzoq yillardan beri nogironlik nafaqasi oladi. U har yili tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik muddatini uzaytiruvchi ma'lumotnomani taqdim etadi. Ammo bu safargi ma'lumotnoma tibbiy ko'rikdan mutlaqo boshqa narsa. Bu uning yashash joyini tasdiqlovchi hujjat. U bu ikkala jarayonni bir-biriga aralashtirib yubormasligi kerak. Yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma har bir pensionerga tegishli. Nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchilar bundan istisno emas. Kim xavotirlanishi shart emas yoki kamroq xavotirlanishi mumkin. 1. Pensiya jamg'armasi bo'limlariga muntazam boradigan yoki yaqinda borgan fuqarolar. Agar siz yaqinda biron bir sabab bilan pensiya jamg'armasiga borgan bo'lsangiz va ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz bazada mavjud bo'lishi mumkin. Lekin baribir xotirjamlik uchun DXMdan ma'lumotnomani olib pensiya jamg'armasiga topshirishni maslahat beraman. Qoidalari har bir kishiga tegishli. 2. Ma'lumotlari doimiy ravishda yangilanib turadigan shaxslar. Agarda siz davlat xizmatlaridan faol foydalanuvchi bo'lsangiz, My.gov.uz portali orqali o'z ma'lumotlaringizni muntazam tekshirib turadigan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz davlat bazalarida doim yangi va to'g'ri bo'lishi ehtimoli yuqori. Ammo bu holatda ham pensiya jamg'armasi talab qilgan ma'lumotnomani olib borishga majbursiz. Chunki ularning ichki qoidalari sizning ma'lumotlaringizni tizimda yangilashni taqozo etadi. 3. Yaqinda pensiyaga chiqqan va barcha yangi hujjatlarni taqdim etgan shaxslar. Agarda siz shu yilning boshida yoki oxirgi bir necha oy ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni, shu jumladan yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani ham taqdim etgan bo'lsangiz, sizdan takroriy ma'lumotnoma talab etilmasligi mumkin. Biroq bu har bir holatda individual ko'rib chiqiladi. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritish. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ba'zi muhim tafsilotlar, yashirin xavflar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Istisnolar bormi? Afsuski, bu yangi qoida deyarli barcha pensionerlarga tegishli bo'lib, jiddiy istisnolar yo'q. Urush qatnashchilari, mehnat faxriylari yoki boshqa alohida toifadagi fuqarolar uchun ham bu talab umumiy asosda qo'llaniladi. Chunki bu tizimning asosiy maqsadi har bir pensiya oluvchi shaxsning hozirgi yashash joyini tasdiqlashdir.
Agar sizning holatingiz o'zgacha bo'lsa, baribir pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, maslahat olishingiz kerak. Tuzoqlar va yashirin xavflar irib, muddatni o'tkazib yuborish. Eng katta tuzoq bu 20 oygacha ma'lumotnomani taqdim etmaslik. Agar siz ushbu muddatni o'tkazib yuborsangiz, pensiya to'lovlaringiz bloklanadi. Pensiya bloklangach, uni qayta tiklash uchun qo'shimcha vaqt va byurokratik jarayonlar talab etiladi. Bu esa sizni bir necha oy davomida nafaqasiz qoldirishi mumkin. Tasavvur qiling, siz pensiyaga qaram bo'lgan kishi bo'lsangiz, bir oy ham pensiyasiz qolish qanchalik og'ir bo'lishi mumkinligini. 2. Noto'g'ri yoki muddati o'tgan hujjatlarni taqdim etish. Ba'zi pensionerlar eski yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani yoki boshqa bir noto'g'ri hujjatni olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi faqatgina joriy, muddati o'tmagan va tegishli organ tomonidan berilgan ma'lumotnomalarni qabul qiladi. Noto'g'ri hujjatni topshirish ham xuddi ma'lumotnoma taqdim etmagan bilan barobardir. Shuning uchun DXMdan ma'lumotnoma olayotganda aynan pensiya jamg'armasi uchun kerakli ma'lumotnoma ekanligini ta'kidlash lozim. Byurokratik to'siqlar. Davlat idoralarida navbatlar, ba'zan ba'zi xodimlarning sust ishlashi yoki hujjatlarni noto'g'ri qabul qilish holatlari uchraydi. Bu ham jarayonni cho'zib, sizga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, muddat yaqinlashgani sari navbatlar ko'payishi ehtimoli bor. Shu sababli ertaroq harakat qilish juda muhim. 4. Texnik muammolar. Ba'zan davlat idoralarining ma'lumotlar bazalarida texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu sizning ma'lumotnomangizni ro'yxatdan o'tkazishda kechikishlarga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda sabrli bo'lish va mas'ul xodimlardan muammoni bartaraf etishni talab qilishdan boshqa iloj yo'q. 5. Firibgarlar. Har qanday yangi qoida paydo bo'lishi bilan firibgarlar ham faollashadi. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralari xodimi qilib ko'rsatib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni so'rashi mumkin. Eslab qoling, hech qaysi davlat idorasi sizdan telefon orqali bank karta ma'lumotlarini yoki SMS kodlarini so'ramaydi. Barcha jarayonlarni faqat rasmiy idoralar orqali amalga oshiring. Noaniq jihatlar va muhim nuanslar. 1. Oila a'zolarining roli. Agar pensioner nogironligi sababli yoki o'tganligi tufayli shaxsan DXM yoki pensiya jamg'armasiga bora olmasa, uning nomidan kimdir bu ishni bajarishi mumkinmi? Ha, mumkin. Buning uchun notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma, doverennost talab qilinadi. Ishonchnomada aynan pensiya bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish huquqi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'plab keksa yoshdagi pensionerlar mustaqil harakatlana olmaydi. 2. Chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner vaqtincha yoki doimiy ravishda chet elda bo'lsa, u yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani qanday taqdim etish kerak? U yuqorida aytib o'tilganidek, O'zbekistonning chet eldagi diplomatik vakolatxonalariga, elchixona yoki konsullikka murojaat qilish kerak. U yerdan konsullik ro'yxatidan o'tganligi haqidagi tasdiqnomani yoki yashash joyini tasdiqlovchi boshqa rasmiy hujjatni olishi mumkin. Keyin bu hujjatni apostil yoki legalizatsiya qilib O'zbekistondagi pens jamg'armasiga yuborish lozim. Ba'zi hollarda ishonchnoma orqali ham bu ishni amalga oshirish mumkin, ammo barcha mamlakatlarda bu bir xil ishlamaydi. 3. Ma'lumotnomaning amal qilish muddati. Odatda yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma cheklangan muddatga amal qiladi. Masalan, 30 kun. Shu sababli ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga topshirishdan oldin uning muddati o'tmaganligi ishonch hosil qilish kerak. Ma'lumotnomani oldingizmi? Darhol pensiya jamg'armasiga olib boring. Kechiktirishning keragi yo'q. 4. Bu bir martalik talabmi yoki muntazammi? Hozircha bu bir martalik majburiyat sifatida e'lon qilingan. Biroq kelajakda tizimni yanada takomillashtirish maqsadida ma'lumotnomani muntazam ravishda, masalan, har yil yoki har 2 yilda bir marta taqdim etish talabi joriy etilishi ham mumkin. Hozircha asosiy e'tibor 20 oygacha bir marta topshirishga qaratilgan. 5. Raqamli yuborish imkoniyatlari. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki my.gov uz portali orqali ko'pgina xizmatlarni onlayn olish mumkin. Yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani ham onlayn tarzda olish mumkin. Ammo pensiya jamg'armasiga uni elektron shaklda yuborish imkoniyati bor yo'qligini aniqlashtirish lozim. Hozirgi talab ko'pincha hujjatni shaxsan olib borib topshirishni ko'zda tutadi. Agar sizda onlayn yuborish imkoniyati bo'lsa ham, keyinchalik muammolar chiqmaslik uchun qog'oz variantini ham taqdim etishni tavsiya qilaman. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda
qanday yo'l tutishingiz kerakligi haqidagi aniq va amaliy ko'rsatmalar. Qadam 1. Qaysi ma'lumotnoma kerakligini aniqlang. Sizga yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Bu hujjat sizning doimiy yoki vaqtincha yashash joyingizni tasdiqlaydi. Bu odatda pasport ma'lumotlari asosida beriladi. Qadam 2. Ma'lumotnomani qayerdan olish kerak? 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu eng qulay va tezkor yo'l. O'zingiz yashayotgan tumandagi yoki shahardagi DXM ga murojaat qiling. U yerda sizga navbatsiz xizmat ko'rsatish tizimi mavjud bo'lishi kerak. 2. my.uz portali. Agar sizda elektron imzo bo'lsa, internetdan foydalana olsangiz, my.uz portali orqali ham bu ma'lumotnomani elektron shaklda olishingiz mumkin. Keyin uni printerda chiqarib, pensiya jamg'armasiga topshirishingiz lozim. 3. Mahalla fuqarolar yig'ini. Ba'zi joylarda mahalla fuqarolar yig'inlari ham bunday ma'lumotnomalarni berishi mumkin. Ammo DXM orqali olish tavsiya etiladi. Chunki ular markazlashgan tizimda ishlaydi va hujjatning haqiqiyligi kafolatlangan bo'ladi. Qadam 3. Ma'lumotnoma olish uchun qanday hujjatlar kerak? 1. Fuqarolik pasporti yoki ID karta. Asli. Sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. Agar sizda bor bo'lsa, bu hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. DXMda sizdan faqat pasport talab qilinishi mumkin. Lekin pensiya jamg'armasiga topshirish uchun pensiya guvohnomasi ham kerak bo'ladi. Qadam 4. Ma'lumotnomani qayerga topshirish kerak? Siz ushbu yangi ma'lumotnomani shaxsan pensiya jamg'armasining o'zingiz biriktirilgan hududiy bo'limiga topshirishingiz shart. Misol uchun, agar siz Sargeli tumanida yashasangiz, Sargeli tumani pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Qadam 5. Ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga topshirish uchun qanday hujjatlar kerak? 1. Yangi olingan yashash joyi haqidagi ma'lumotnoma, asli. 2. Fuqarolik pasporti yoki ID karta, asli va nusxasi. Pensiya jamg'armasi xodimi asli bilan taqqoslash uchun so'raydi. Keyin nusxasini o'zida olib qoladi. 3. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi, xuddi pasport kabi. 4. Ariza. Pensiya jamg'armasida sizga yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani taqdim etish to'g'risida ariza shakli berilishi mumkin. Bu arizani to'ldirishingiz va yuqoridagi hujjatlar bilan birga topshirishingiz kerak bo'ladi. Ariza sizning FIH, pensiya hisob raqamingiz va ma'lumotnomani topshirish sababingiz ko'rsatiladi. Bu oddiy shakl bo'lib, xodimlar sizga to'ldirishda yordam beradi. Qadam 6. Muhim maslahatlar. Kechiktirmang, irmay yaqinlashgani sari navbatlar ko'payadi. Jarayon cho'zilishi mumkin. Pensiyangizni bloklanishidan saqlab qolish uchun darhol harakat qiling. Barcha hujjatlarning nusxalarini tayyorlab qo'ying. Har bir hujjatdan kamida 2 ta nusxa bo'lgani ma'qul. Topshirganingizni tasdiqlovchi hujjat oling. Pensiya jamg'armasi xodimidan ma'lumotnomani qabul qilib olganligi haqida kvitansiya yoki sizning arizangizga shtamp qo'yib berishni so'rang. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganda sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki DXM xodimlaridan aniq ma'lumot oling. Hech qanday shubhali ma'lumotlarga ishonmang. Xulosa va yakuniy ogohlantirish aziz do'stlar, bugungi videomizda irmaydan boshlab pensiya olish tizimida kutilayotgan muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Sizning har oylik nafaqangiz bloklanib qolmasligi uchun yangi yashash joyi haqidagi ma'lumotnomani belgilangan muddatda pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz shart. Bu ogohlantirishni jiddiy qabul qiling, chunki bu sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirda harakat qilish eng to'g'ri qaror hisoblanadi. Ushbu videoni boshqalar bilan bo'lishing, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz va do'stlaringizga yuboring. Chunki bu kimningdir pensiyasi bloklanishining oldini olishi va ularni og'ir ahvoldan qutqarishi mumkin. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos kommentariyalarda o'z savollaringizni, fikrlaringizni qoldiring, tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga ko'proq foydali ma'lumotlar berishga ilhom bag'ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.